Kelin qidiryapmiz. Nimasiga e'tiborli bo'lish kerak hozirgi qizlarda? Kuyovga e'tiborli bo'lish kerak. Bir duganam bor, urushib qolganman, aytaveraman. Ukasiga xotin qidiryapti. Bo'yi baland bo'lsin. Ukasining bo'yi bir qarich. Oppoq bo'lsin. Ukasining beti jigarrang, bo'yni oq, badani qora, ola-bula bo'yapti. Chiroyli bo'lsin. Bola bo'lib qolgan. O'qigan bo'lsin. Bola maktabda ham tugatmagan. Tili bo'lmasin, zaboni bo'lmasin. Bola bo'lsam, jalla. Bo'lib qolgan. Osmondagi oy xolashadi. Astag'firulloh. Kuyovga qaranglar, birinchi o'chirtda. Kuyovi nima? Xato. Shu yerda xato ketdi. Qaynanaga qaranglar. Qaynana qanaqa bo'lgan? Hozirgi o'rinda kuyovni xotinlari amallab olsa bo'ladi. Yaxshi xotin bo'lsa erini yo'lga solib oladi. Lekin qaynanani yo'lga solish qiyin. Birinchi o'rinda qaynanaga qarash kerak. Qaynanaga kelin qidiring, kuyovga xotin emas. Er xotin sevgisi so'nmasligi uchun 3 ta haqiqat bir-biriga sovmasligi uchun, ya'ni birinchi o'rinda er xotin qaynota qaynanadan alohida yashaylar. Keyin ikkalanglar tortishib urushib qoladigan bo'lsanglar, hech qachon ana qaynota qaynanangiz, qaynopa, birovlar, begonalar, siz tarafdagilar hech kim kelib aralashmasin. Bu faqatgina yomonlik olib keladi. Boshimdan o'tgan er xotin o'zingizlar hal qilinglar. Keyin urushib qolganingizda hech qachon uyingizga ketib qolmang. Bu bilan siz eringizga sharoit yaratib berasiz. O'ynashi bo'lsa ketadi, o'rtoqlar bilan mazza qiladi, davrini suradi, bir hafta siz naryoqda siqilib o'zingizni yeb qarib qolganingiz qoladi. O'shaning uchun ketib qolmanglar hech qachon. Keyingisi ertalab turganda обязательно er xotin quchoqlashish kerak. Fakt bu ham. Va keyingisi haftada bir marta birgalikda ovqat qilinglar. Keyin haftada bir marta bo'lsa ham onangizga borasizmi yo eringiz biron joyga ketadimi, bir-birlarini ko'rmanglar. Ya'ni orada sog'inch bo'lishi uchun. Bo'lmasa har kun ko'raversanglar ham xit bo'lib ketasizlar-da. Qolgan faktlarni sizlarga kommentariyada meni podpischiklarim aytadi. Opam qizlar erkaklashib ketyapti, nimaga yurishi, gap so'zi mollashib. Nima duam shunda meni ham aytayapti-da bu. Qizlar qo'pollashib ketmayapti, erkaklar noziklashib ketyapti. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, stuldan shunday turgan paytda orqasini bitta silab yurishi davom etayotgan erkaklar ko'payyapti. Qachon qaramay Instagramga qarasam, munchagina ovqatchani qo'yib, restoranda mamlaqa qilib rasmga tushib nima qilyapsizlar erkaklar? O'tdagi restorandagi ovqat birinchidan qimmat, ikkinchidan qordinglar to'ymaydi. U yoqda nima bor? Erkak degan shashlik yemaydimi? G'ijduvon shashlik yemaydimi? 5 barmoq qazi-qarta yeb rasmga tushsin, biz ko'rib havas qilaylik. Erkaklar shuncha go'sht yeydi deylik. Nima bor? Qizlarni to'g'ri tushunsak bo'ladi. Restoranga dugonasi bilan boradi, boyuvchi erkaklar bor, e'tiborni tortarman deydi. Yo bo'lmasa Instagramga bir nozik joylarda, chiroyli joylarda rasmga qo'yay, bir ko'rganlarni havas kelsin deydi. Erkaklarga nima bor u yoqda? Qiz bolani olib bormayapsizlar restoranga. O'rtog'inglar bilan boryapsizlar. Bunaqa qilib kastim-shimni kiyib, oxir boshqani to'g'rilab o'tiribsizlar. Erkaklardan e'tibor kutyapsizlarmi? Nima bo'lyapti, nozik bolalar? Yigitim sevgan qizi bilan tanishtirdi. Ikkalamiz ham unga tegishimizni xohlayapti. O'zbekistonda qo'sh xotinlikka qamoq jazosi bor, bilasizmi? Lekin qo'sh erlilikka yo'q. O'shaning uchun yaxshisi siz bitta er topingda, tegingda, uni ham yoningizga olib birga yashang. Ras u bola 3 kishi bo'lib yashashga qiziqsa. Tak что 3 kishi bo'lib baxtli hayot kechirasizlar. Sizni ikki tomonlama ko'nglingizga qarashadi. Turmushga chiqqan, oilali farzandlari bor ayol sifatida odamlarda yoqtirmaydigan xislatlaringiz. Bor shunaqasi. Yerim bilan urushib qolaman-ku. Keyin borib oyimgami, sinimgami, qaynsinimgami, o'rtog'imgami, kimga bo'lsa ham yomonlayman-ku. Erim mamnaqa desam, "Ha, o'zi seni ering bunaqa" deb qo'shilib yomonlaydi-ku. Ana o'sha odamni yomon ko'raman men. Meni erimni yomonlashga hech kimning haqqi yo'q. Urushib qolgan bo'lsam ham, kaltak yegan bo'lsam ham, boshqa bo'lsa ham. Men faqat o'zim yomonlashga haqqim bor. Men yomonlayotgan paytimda prosta ha deb indamasdan eshitish kerak. Qo'shilib shu gapning to'g'ri ham deyish kerak emas, indamasdan eshitish kerak. Agar birontasi ha, to'g'ri aytyapsan deb yomonlab qo'yadi, o'sha odam menga dushmanga aylanadi-da. Keyin urushib ketaman o'sha odam bilan. Nima deyapsan sen deb. O'zing gapiryapsan-ku, seni gapingga qo'shilyapman deydi-yu. Sen qayerdan bilasan meni erim qanaqaligini deb urushib ketaman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'shaning uchun erimni yomonlaydigan odamlarni yomon ko'raman. 15 yil umrimni erimga bag'ishladim singlim, lekin ko'zida sevgi ko'rmadim hech. 15 yil muddat ko'p emas, opa. Endi bolalaringiz o'zi bilan o'zi bo'lib, er xotin takoy romantika qiladigan paytga yetib kelibsizlar-da. Lekin eringiz ko'zida sevgi ko'rish uchun 15 yil ichida ana tepa-pas ichki kiyimda qachon bir xil qilib kiydingiz, opa? Mana rezinkasi sig'masin, xibi bo'lsin, pasti terlatmasin, qoringacha chiqsin, qorinda tortib turadi deb o'ylaymiz-u, lekin ichkariga yotoqxonaga kirganda, kiyim alishtirayotganda erimni ko'zi nimaga tusharkan deb hech o'ylamaymiz. Ana endi bolalaringiz o'zi bilan o'zi bo'lib, oshxonani, uy ishlarini
ayollarni shunday qoldiringda, takoy sholkvi pijamalarni, takoy pinuarni, takoy neudobniy bo'lsa ham tepa pasti bir xil bo'ladigan ichki kiyimlarni yaltillatib kiying. Bundan keyin qariganda ham sevgini ko'raverasiz. Shunaqa profilni pastda qoldiryapman, opa. 4 kunlik dunyoda mazza qilib, tepa pasti bir xil qilib komplekt qilib kiying, ana haqiqiy sevgini ko'rasiz. Nega ayol kishi eridan ajrashgandan keyin go'zallashib, boyib ketadi sirazi? Shuni eri bilan qilsa bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. O'sha boyib ketishga harakat qilayotgan, go'zallashib eri bilan yashayotgan bittasi menman, qo'ymaysizlar-ku. Ana, eri internetga chiqazib qo'yibdi buni. Ha, ana, bu eridan ko'proq pul topadi. Ha, ana. Ajrashgandan keyin odamlarning gapi bir tim bo'lib qoladi-da. Orqasidan chaynayotganlarning gapiga e'tibor bermaydi. Eri kelib, ana palonchi odam seni bunaqa dedi, ishlamaysan, pistonchi odam seni bunaqa dedi, kiyinmaysan, buni gapi bunaqa bo'lyapti, bo'yanmaysan deydigan odam bo'lmaydi. O'shaning uchun bosib, gaziga bosib ajrashgan ayollar ishlaydi, boyib ketadi, go'zallashib ketadi. Chunki orqasidan odamlar gapirsa ham bir tim bo'lib qoladi. Mana sizlarga sekreti. Qo'ymayapsizlar-ku, mana bitta misol menman. Boyib ketishga, go'zallashishga harakat qilayotgan. Kun bermayapsizlar kommentariy yozib. Eri buni internetga chiqazgan deb. Tinch qo'yinglar. Er xotin boyib ketaylik. Erimni o'ynashini topdim, hijobli ekan. Hijoblini nimasi bilan yuribdi? Mendan qayra ortiq. Jon opa, rasmlaringizni ko'rdim. To'g'risini ayting, spalningizda oynangiz oldida nimangiz bor? Bittagina qalamingiz bor bo'ynadigan, uchi pichoqdan archilgan. Bitta teningiz bor, isirdan qolgan, bunday ochiladigan rang-barang. Bitta atringiz bor, hidini qanaqaligini ham eslolmaysiz. Yuzingizni bitta yuvasizda, quyoshda quritib, men tabiiy go'zalman deb ketasiz. Ichki kiyimni olganingizda udobniy bo'lsin, kiyimni tagidan umuman bilinmasin, hibi bo'lsin, tillatmasin deb olasiz. Hijoblini uyiga boring. Oynasini oldiga qarang. Intim kosmetika deysizmi, bo'yanadigan deysizmi, massaj qiladigan masalalar deysizmi, hammasidan bor. Shkopini ochib bir pinuar va pijamalarini bir ko'ring. Sizda pijama ham yo'q. To'g'risini ayting, opa. Endi hijob bilan o'ynashmang. Eringiz hijob topgan bo'lsa juda yomon. Bitta magazinga bordim yaqinda. Bundan shu eridan qiynalganlar, eri e'tiborsizlar uchun mo'ljallangan ekan. O'sha magazinga kirib 1 soat narsa tanlagan bo'lsam, yarmidan ko'p klientlarning hammasi hijobli. Kstati, foydam tegsa, o'sha magazinni atmetga qilib qo'ydim. Oilali erkakni sevib qoldim. Qanday o'zimga qaratib olay? Qarang, zo'r yo'li borda singlim. Otangizga, onangizni ustiga bitta xotin olib bering-da. Boyagi xotinni uyga olib kelib qo'ying, onangiz bilan birga yashasin. O'shanda qarab sekin o'rganasiz. Qanaqa qilib otangizni onangizdan tortib olayotganini qarab opit oshirasizda, keyin oilali erkaklarga qarab hujumga o'tasiz. Hech kim qo'lingizdan qochib qutula olmaydi. U sizga zo'r opit bo'ladi. Rasmingizni ko'rdim. To'g'risi, rasmga qarab ajratib qolganman. Jirt bo'lib qolgan qizlar bor-ku, shunaqalarni, shuni rasmiga qarab biladigan bo'lib ketganman. Opitim shu darajada oshib ketganda, yomon jirtillab qolibsiz, lekin bor-ku, o'zingizni bosib oling, hali yosh ekansiz. Shunaqa masjidga rasmingizni shundoq qo'yib gapirgim keldi. Yana shaytonga hay berdim. Singlim, butun hayotingiz oldinda qo'ying, birov qarg'ishini olmang. Iltimos, ana pirt bo'lib qolgan narsani shuni juplang. Bo'ldi, hayotingiz go'zal bo'lib ketadi. Boshqa iloji yo'q. Hozir ko'pchilik yozyapti, xiyonatni qanaqa kechirgansiz, kechirib bo'lmaydi-yu, oldingidek bo'lmaydi-yu deb. Iltimos, mana qurtishgan miyanglarni tozalanglar. Sizlar kim bo'libsizlar? Bitta eringlarni xiyonat qilsa kechira olmaydigan, seryozni. Alloh bizni qancha gunoh qilsak ham kechiradi-yu, sizlar kim bo'libsizlar, a? Bo'ladi kechirsa, haqiqiy erkak xiyonat qiladimi, boshqa qiladimi, xotinini kechirtira oladi. Kerak bo'lsa oldingidan ham ko'proq sevdira oladi. Men masalan erim xiyonat qilganim bilan juda sevaman hozir. Kechirib olganman, unutib olganman. Hayolimni bir chekkasiga kelmaydi. Men erimni oldingidan ham ko'proq yaxshi ko'raman. O'sha xiyonatlari bilan. Baxtli yashayman desanglar kechirasizlar, kimsizlar? Astag'firullah. O'ziga ishonmagan ayol erini kechira olmaydi. Bevafo dunyo, menga xiyonat qilib qo'ygan bir esimdan chiqmaydi deb yuradi. Aqlli ayol, o'ziga ishongan ayol manaman degan xiyonatni kechirib, undan-da go'zallashib, undan-da kuchli bo'lib, baxtli bo'lib yashaydi. Qattaga qalanqasanqiga erini berib qo'ymaydi, esingizdan chiqazmaydi. Opa, juda ham tukliman, qo'lim, oyog'im, lekin uyimdagilar olishga qo'yishmaydi, bu boylik deb. Boylik bo'lsa, bir ikkita tukingizni olib borib bozor qilib keling. Bir yarmini qirib tashlab, bir mashina olib bering uyingizdagilarga. Qanaqa boylik? Eng jirkanch narsa shu qiz bolada oyog'ini junosi yotadi-yu, uzun bo'lib, mo'ylovi, qo'lidagi junlar, bu juda ham jirkanch narsa, to'g'risi. Meniki bilinmaydi, o'zi och rangda, shuning uchun olmayman, desalar baribir bilinadi. Ishoninglar, baribir bilinadi. Bir
bunda bolalardan so'ranglar bilinishini. Juda bir xunuk narsa. Olib tashlaylar. Oyoq qo'lni top-toza qilib, depilatsiya qilib yaltiratib yuringlar. To'g'risi, ayniqsa mo'ylovli qizlar, mo'ylovni olinglar. Yoshlikdan olinglar iloji bo'lsa. Mo'ylovim bilinmaydi demanglar, shop mo'ylovinglar shunday bilinib turadi. Juda xunuk narsa bu. Mayli uylardan kaltak yeysizlar, spirgidanmi ikkitani yeysizlar, zato keyin qirib olib yuraverasizlar. Toza yurishga nima yetsin, bu boylik emas, bu barakat. Erkaklar aytibdi, ayol kishiga gul sovg'a qilish pulni havoga sochish bilan teng. Bugun patraka qilasan, ertaga so'lib qoladi debdi. Biz ayollar buni yo'lini topdik. Agar katta buket patraka qiladigan bo'lsangiz, uni biz so'ligandan keyin olib varenniy qilib qo'yamiz. Qishda o'zingiz ham qo'shilib mazza qilib yeysiz. Agar bitta dona atirgul patraka qiladigan bo'lsangiz, uni morozelkaga solib muzlatib joyida yeb tashlaymiz, tanamizga foyda. O'shaning uchun yurakni keng qilib, pulni o'ylamasdan dasta-dasta, katta-katta chiroyli gullardan ayollarga padarka qiling. Biz ularni musorga tashamaslikka qaror qildik. Shunaqa zo'r varenniy bo'lar ekan, sinab ko'rdik. Gulni musorga tashamaymiz, bemalol berishinglar mumkin. Bitta bola qattiq sevib qolgan meni tinch qo'ymayapti, qutulib bo'lmayapti. Unaqa sevgi yo'q hozir. Ayol kishi shunaqa mavjudotga любой erkakdan qutula oladi. O'zingizga kerakda qutulmayapsiz. Eng nozik tarafi bor. Pul so'rang. 50 ming so'rang birinchi, buncha past bu deydi. 500 ming so'rang ertasi kuni buncha ochopat deydi. 5 million so'rang, u bolani dumini ham ko'rmaysiz, soyasini ham ko'rmaysiz shu bilan. Unaqa sevgi yo'q hayotda, qulog'imga tambur chertmang. Qutulib bo'lmaydigan sevgi. Har kuni kechqurun ovqat yegim kelyapti, uni yegim kelyapti, buni yegim kelyapti deuring, buncha yemish so'raydi bu deb yo'q bo'lib ketadi ishoning. O'zingizga kerakki qutula olmayapsiz. Aytganimda ayol kishi qutulib bo'lmaydigan erkak yo'q. Unaqasi hozirgi zamonda qolmagan. Qizim tug'ilgandan beri 2 kishining kuchi yetmayapti. Oldinlari bizni qanaqa katta qilishgan ekan-a? Yemayapti, qorni to'ymayapti, kasha ol. Bu kasha tushmadi, boshqasini ol. 300 minglik kasha bir haftada so'rovga o'tib qoldi, yana ol. Oldinlar qornimiz to'ymasa-chi, sigirni sog'ib, sutini pishirmasdan ham berib qo'yavergan, ichib yotaverganmiz. Bir qizimga 200 mingdan bir 4 xil so'ska oldim, emarmikin deb. Yo'q, yemaydi, oppa, tuflaveradi. Bizga ham bunaqa rezinka so'ska bo'lardi, sariq bilsanglar. O'shani og'zimizga solib qo'yavergan, shishib ketgan balonday bo'lib, 1 yil shimib yotaverganmiz-da. 3 oylikka yetar yetmas og'zimizga nonni chaynab solib qo'ygan, shimib o'shani yeb katta bo'lavergan ekanmiz. Ey xudo, rangi sarg'aydi, lampochkaga qo'y. Oyog'i qiyshaydi, massajga bor. Kalla pashsha urgich bo'ldi, qiyshayib qoldi, ortopedga yugur. Bir bolani katta qilish shunaqa qiyin bo'lib ketganmi? Oldinlar 5 ta, 8 ta, 10 tani qanaqa katta qilishgan ekan. Shunga qarab yuragim siqiladi. Mana yana chaqiryapti. Men xizmatda. O'g'lini xatosi ko'ziga ko'rinmaydigan, faqatgina kelinni aybdor qiladigan qaynonalarga nima deysiz? Tanish holat hammani hayotida bor. Menda ham bekitmayman. Boshida ham aytganlar, qaynonam kelindan qiz chiqmaydi, o'g'lim xatosi ko'zimga ko'rinmaydi, baribir siz aybdor bo'lasiz deganlar. To'g'ri qabul qilganman, chunki ichim qora emas, tirnoq ichidan kir qidirmayman-da. Yaqinda parkka bordik. Erim ikkalamiz rasmga tushdik. Erim onasiga ko'rsatib, "Aya kim chiroyli?" dedilar. Ko'ngil uchun ham kelinim chiroyli demadilar. "Kanishli o'g'lim, sen chiroyli" dedilar. Qilgan ovqatim yoqmasa ham, yomonlab o'tirsalar ham hazilga olaman deb bunaqa deyman. Ha, meni oyim bo'lganlarida oyimga yoqardim, meni ham deyman. Xafa bo'lish o'rniga oyimga rasmga olib, videoga olib ovqatimni tashlayman. Oyim ovqatga ham qaramaydi. "Voy qizim, seni o'zi qo'ling gul, sen o'zi pazanda eding, bunaqa zo'r chiqibdi ovqatingni" maqtab ketadilar. Bemaza ovqat qilishimni bilsalar ham. Hammani onasi shunaqa, faqat farqimiz erimiz onasi bilan yashaydi. Biz onamizdan ayro yashaymiz, chunki biz ayolmiz, ojizamiz, unutmang. Opa boy bo'lishi, omadli bo'lishi siri nimada deb o'ylaysiz? Bu narsani o'zim ham yaqin-yaqinda tushunib yetdim. Omadingiz kelmayaptimi, 1-2 bo'lmayaptimi? Birinchi o'rinda atrofingizdagi odamlarga qarang. Darmayet 1-2 bo'lmaydigan, 40 ga kirsa ham hech narsaga erishmagan, 10 yillik o'rtog'im ko'nglidan o'ta olmayman debchi kambag'al bilan yurmanglar. Boy meni mensimaydi desanglar hamcha, o'sha boy bilan 1-2 qilishga harakat qiladigan odam bilan, 1000 so'm puli bo'lsa qo'lida shuni 2000 qiladigan odam bilan, hatyobi o'rtog'al o'ziga to'q odam bilan yurishga harakat qilsanglar, sizlar ham intilib shunaqa bo'lar ekansizlar. To'g'risi, atrofdagi aura bor, mana men tanish bilishchilik deysan, ko'nglidan o'ta olmayman deysan, shu meni necha yillik o'rtog'im deysan, ana shu darmayt o'ziga o'xshab darmayt qilar ekan seni ham, to'g'risi. O'shaning uchun omadi bor odam bilan yursanglar, sizlarni ham omadinglar kelar ekan. Birinchi o'rinda atrofdagi aurani o'zgartirish kerak ekan. 1 yil bo'ldi tushunganimga. Oldin men ham shunaqa edim, lekin 1 yilda Xudoga shukr, normalniy o'zimizni ancha tikladik. Sizlarga opalik maslahat.